Bugun xiyobonda kim bilan uchrashding? Qachon qarasa norozisiz. Hattoki o'z bolangizga ham mehr bermaysiz. Yana ham ochilib ketibsan. O'zingiz uylandingizmi? Seni kutyapman. Yoshgina kelishgan yigit edi. Shohsanam yuzini silab o'tirganmidi? 5 yildan beri qop-qorong'i zulmatda yashab to'yib ketdim. Yana boshingga balo orttirmoqchimisan? Men boshqa odamni yaxshi ko'raman. Jonimdan ortiq sevaman. Nimalar deyapsiz? Ko'zimga ko'rinma. Yo'qol! Bola bilan qayoqqa borasan? Dadang o'tgandan beri bu akang bilan xotini meni o'zimni uyimga sig'dirmayapti-ku. Yo'q, zo'r bo'pti-ku. Aha. Shu kelayotgan yakshanba albatta boramiz, xo'p? Ana keldi. Qani yechiqa oyog'imga. Bo'pti, keyin gaplashamiz. Oyijon qarindazam nima berdilar? Ha. Yaxshi. Biz keldik. Assalomu alaykum oyijon. Va alaykum assalom. Voy Shohsana, siz ham borsangiz bo'lardi-da. Bugun dam olish kuni bo'lsa, mazza qilib aylandik-a, toychog'im. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi o'tiribsanmi? Oyi, kaptoli basseynam bor ekan, zo'r ekan. O'zi ham maza qilib o'ynadi. Ha, Lazbek? Oyijon, bilasiz-ku, o'zi unaqa qiy-chuv joylarni yoqtirmayman. Ha, mayli. Endi qo'limizni yuvamiz-a? Aqlligim o'zimmi? Yuroqqa Choy jonim qo'yib yuborgin. bo'lam meni. Bugun ishdan ertaroq chiqaman. Biror joyga borib o'tiramiz. Bugunmi? Ha? Bugun dugonalarim bilan uchrashuvim bor. Ha, boshqa kunga qoldir. Iloji yo'q, kelishib qo'yganmiz. Axir bugun qanaqa kunligi esingda yo'qmi? Zo'r. Boshqa ayollar eriga yalanadi. To'y bo'lgan kunni bayram qilaylik deb. Meni xotinim bo'lsa, xo'p, qayerga boramiz? Dugonalarim bilan ko'rishaman deyapman-ku. Ey, bilganingni qil. Hozir tinchroq joyga chiqib olay. Shohsanam. Ulug'bek, Buni qara. Bugun xayolimda o'tganding. Yaxshimisan? bo'ladi. Bu yerda nima qilyapsan? O'zimiz ovqatlangani keluvdik. Ering bilanmi? Yo'q, dugonalarim bilan. Ha, O'zingiz yaxshimisiz? Qishloqdagilar. yurishibdi. Shohsanam. Baxtlimisan? Meni
Eslamasang ham kerak. Bolalardan nechta? Bir o'g'il. Ishqilib, meni ismimni qo'ymadingmi? Nega indamaysan? O'zingiz uylandingizmi? Yo'q. Nega? Seni kutyapman. Yana ham ochilib ketibsan. Mayli, men kira qolay. Shoshma. Telefon raqamingni berasanmi? Qo'rqma. Tinchlikni buzmayman. Shunchaki xabarlashib turamiz, a? Mayli. Mayli, xayr. Xayr emas. Ko'rishguncha. Hali yana ko'rishamiz. Assalomu alaykum oyijon. Va alaykum assalom. Qo'yavering oyijon, o'zim yuvib qo'yaman. Ha yo'q, bo'p qoldim. Yaxshi keldinglarmi? Ahror qani? Bilmasam. Iya. Keliningiz bilan birga aylanib kelamiz degandik-ku. Meni dugonalarim bilan o'tirishim bor edi. Qani bu yoqqa o'tiringchi. Keling. Shohsana. Jon qizim. Nima bo'lyapti sizlarga o'zi, a? Nega bunaqa qilyapsizlar? Oxirgi marta qachon mundoq bir-biringizga kulishib, hazil-huzul qilganinglarni hech eslolmayman. Oila degani bu muhabbatga quriladi-ku axir. Bunaqada oila bo'ladimi, a? Oyijon, bizda oila sovchilikka, kattalarni kelishuviga quriladi. Lekin muhabbatga emas. Ha xo'p, shunaqa ekan. Bir-biringlarni peshonanglarga yozilibsizlarmi? Taqdirga tan berish kerak. Shukr qilib yashash kerak. Qachon qarasa norozisiz. Hech narsa yoqmaydi sizga. Hattoki o'z bolangizga ham mehr bermaysiz-a? Shu go'dagam hamma narsani his qiladi-ku, a? Bilasizmi shuni? Bu nimasi? Oyi, iltimos, siz endi battar ezmang. O'zi shundoq ham. Ey,
Men Ulug'bekman. Yaxshi yetib oldingmi? Keraksan menga, bolalarim intizorim dingla. Oyijon, bugun nima ovqat qiling? Oyijon, Biror nima o'ylarmiz? Hali vaqtli-ku. men do'konga borib kelmoqchi edim. Lazizga bu kiyim qarashga. Shunga ovqat tayyorlab keta qoling. Ha, o'zim bu jiz-biz qilib qo'yarman. Muammo emas-ku. Borsiz borib kela qoling. Ha, keyin kir-yuvish kuni qolmagan edi, ola kelasiz. Ha? Xo'p, bo'ladi oyijon. Bo'pti. Intizorim tingla. Keraksan menga. Endi uxlaymiz-a, xolajon? Qani ko'zingni yumchi? Oldin ertak. Ertaymi? Qaysi ertakni aytib beray? Monster haqida. Voy bolajonim, men monsterlar haqida ertak bilmayman. Yaxshisi-chi, o'rtoqmoqni aytib beraman, xo'pmi? Xo'p. Hozir. Chiroqni o'chiraman. Qo'rqmaysanmi, bola? Yo'q, qo'rqmayman. Yaxshi. Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Qadim Bering telefonimni. Nimaga oldingiz? Boyadan beri SMS kelib yotibdi. Bering bu yoqqa. To'xta. Parolini aytchi. Nima qilasiz parolini? Parolini ayt deyapman. Nimaga tutmoqchisiz? Bu meni shaxsiy telefonim. Ha, och, nimadan qo'rqyapsan? Kim aytdi meni qo'rqyapti deb? Ha, unda ko'rsat, kimdan xabar keldi? Bering telefonimni. Shohsanam, keyingi paytda haddingni oshyapsan. Jahlimni chiqarma. Ha, nima? Sizga janjalga bahona kerakmi? Niyatingiz nima? Urushmoqchimisiz yo ajrashmoqchimisiz? O, sen jinnimisan? Nimalar deyapsan? Bering telefonimni.
Hoy bolalar. Nima to'polona, nima janjal? Bolani qo'rqitib yubordinglar-ku. Nima talashyapsizlar? Shu matohni urib sindiraman hozir. Men eringmanmi? Bu uyda meni aytganim bo'ladi. Uring. Meni ham uring. O'ldiring. Birato'la qutulay. Voy shohsanam, bu nima qilganingiz? Bidirlamasdan bitta gapdan qolsangiz-chi. Nima bu baqir-chaqir ahror? Sen bunaqa masiding-ku, Og'irroq bo'l bola. Erkak kishisan. Ey, sen bilan endi boshqacha gaplashaman. Nonkor. Bolam, jim, bo'ldi. Yuragimni yordilaring-ku, Vahima qilmagin shohsanam. Ko'rmabdi-ku, bo'ldi-da. Xo'p, o'qisa nima bo'ladi? Nima, undan qo'rqarmidim? Gaplashaman ham kerak bo'lsa. Bo'ldi shohsanam, yig'lamagin. Boraman deyapman, gaplashamiz. Siqilmagin, hammasi yaxshi bo'ladi. Xo'p, bir yarim soatlarda yetib boraman. Ha, endi yo'llar tirband-ku. Shuni hisobga olyapman-da. Ha, o'sha o'zimizning joyda. Bo'pti, men ham. Ha, oyi. Yanami bolam? Esingdan chiqdimi qanaqa xo'rlanganlarim? Ha, bolam, ha. Yana boshingga balo orttirmoqchimisan? Oyjon, sizni boshqa hech kimga xafa qildirib qo'ymayman. Sizni yaxshi ko'raman, oyjon. Hammasi yaxshi bo'ladi. Voy, sekinroq. Yaramas, ko'rmaysizmi uni? O'pkasi yo'q, ahmoq, o'zini ham boshqalarni ham jonini xatarga qo'yib. Tavba qildim. Voy. Shohsanammi? To'xtating. Men tushib qolaman shu yerda. Yo'l o'rtasida qanaq to'qiyman, qizig'misiz? Voy, to'xtating deyapman. Qanaqa odamsiz? Turmas, radar hamma ko'radi. Qancha ko'rdingiz? Ehtiyot bo'ling. Qayoqqa ketdi bular? Yo'q. Bo'lishi mumkin emas. Aniq sen kimnidir o'xshatgansan. Voy, o'z ko'zim bilan ko'rdim. Keliningiz Shohsanamidi? Tanimaymanmi? Yo'q. Meni kelinim unaqa emas. Kelinim bunaqa axloqsizlik qilmaydi. Qani unda o'zi? Qayerda yuribdi? Nimaga telefonini ko'tarmaydi? Voy, ana, chaqiryapti. Hozir oladi. Alo? Voy. Bosib qo'ydi. Ana ko'rdingiz? Hozir ham birga yurishgandir balki. Xo'p, Shohsanamni ko'rgan bo'lsang, nega o'zing oldiga bormading, Bu odam kim? Bu yerda nima qilyapsizlar deb so'ramaysanmi? Voy, aytayapman-ku, toki taksini to'xtatib u joyga borgunimcha ketib qolishibdi. Topolmadim. Yo'q. Sen aniq adashgansan. Odam odamga o'xshaydi-da. Yana o'zing uzoqdan ko'rdim deyapsan-ku. Aka, nega jimsiz? Biror nima deng? Yoki sizga baribirmi? Xotiningiz qayerda yuribdi? Nima, haligi osh yeb yuribdi? Umida, bilib bilmasdan-chi darrov yomon gumonga bormagin sen qiz. Balki biron ish bilan tanishimi, qarindoshimi birontasi bilan ko'rishgandir. U qanaqa tanishiyu, qanaqa ishi bo'lishi mumkin? Yoshgina kelishgan yigit edi. Qarindoshi bo'lsa tanirdim-ku. Bir-biriga juda yaqin o'tirib, bilmadim, suykalgandekmi? Xullas, juda yaqin.
Shohsanamni yuzini silab o'tirganmidik? Voy qiz deyapman senga. O'ylab gapiryapsanmi o'zing? Gap kim haqida ketyapti axir? O'ldiraman! Voy, Voy. Qoching! Bolam, to'xta o'zingni. O'zini ham o'ynashini ham o'ldiraman! Qoching! Qoching, yo'limni to'sma! Meni yakali g'ururim bor! O'ldiraman! Sog' qo'ymayman, kelasini ham o'ldiraman! Joyingga o'tir. Voy Bo'ldi, aka. O'tir joyingga deyapman senga. Ha? Agarchi? Yo'q, o'tir. Agar mana shu ostonadan hozir xatlab chiqadigan bo'lsang, sendan rozi emasman. O'tir. Gap bunday. Hali hech narsa aniq emas. Bunday qilamiz. Umida, sen uyingga ket, xo'pmi? Eringni, qaynonangni yoniga bor. Nega, oyi? Kerak bo'lsang o'zim chaqiraman seni. Men soat necha bo'ldi o'zi? 5 bo'lyapti. Ha. Unda men hozir bog'chaga borib Lazizni olib kelaman. Sen Ahror, kelgunimcha qimirlamasdan o'tirasan shu yerda. Tushundingmi? Oya, Jizzakilik qilib bir baloni boshlab, yana aytyapman. To shu masalaga oydinlik kiritmagunimizcha ostona xatlab ko'chaga chiqmaysan. Agar jahl ustida bir baloni boshlaydigan bo'lsang-chi, sendan rozi emasman. Kelinni kutamiz. Kelsin, gaplashaylik, oydinlik kiritaylik. U yog'i Xudoda. Yo'q, chidolmayman boshqa, shartda gapiraman. Hop, nima deysan? To'g'risini aytaman. Shunaqa, yaxshi ko'rmayman. Ajrashamiz deyman. Shoshqaloqlik qilmayapsanmi? Yana nimani kutishim kerak? Erim bilan endi yasholmasligim aniq-ku. Unda mayli, o'zingga qara. Bo'pti Shohsana, meni chaqirsha. Mayli. Ko'rishguncha men ham keldim. Yaxshi, hay. Xo'p, bo'pti. Iyi qol bola. Polvon bolam o'zimni, toychog'im meni. mana 4 soatdan beri telefoniga javob bermayapti. Og'irroq bo'lgin bola. Telefoni o'chib qolgandir. Yo'q joydan g'avg'o boshlamagin. Nuqul keliningiz tarafini olasiz, mana oqibati. Bolam, yaxshi gapga ilon ham inidan chiqadi. Ayol kishini zug'um qilib yo'lga solib bo'lmaydi. Ol jonim. Qani, ol. Lekin agar rostdan ham qing'ir yo'lga qadam qo'ygan bo'lsa, men tirik qo'ymayman u iflosni. Jimgin. Bolani oldida bunaqa gaplarni gapirmagin. Lazbek, qorning to'ydimi jonim bolam? Undachi hozir xonamizga kirib dam olib turasan, men birpas turib kiraman. Telefonimni beraman, multik ko'rasan, a? Yuraqa jonim bolam. Kel. Qani, yuraqa. Yuraqa. Asal bolam meni, shakar bolam. Qayerlarda yuribsan? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qayerdan kelyapsan deyapman? Ko'chadan? Ko'chada kim bilan yetaklashib yurganding? Qo'y sekin, bola qo'rqadi. O'zing to'g'risini ayt, Shohsanam. Bugun xiyobonda kim bilan uchrashding? Har kuni ertalabdan kechgacha qayg'urda kim bilan tentirab yuribsan? Voy bolam. Qoching, o'tib ketay. O'tmaysan. Hozir shu yerda bor haqiqatni aytasan. Keyin ichkariga kirasan. Ahror, qizishmagin jon bolam. Shohsanam qizim, siz ham o'jarlik qilmasdan aytib qo'ya qoling, qayoqda yurudingiz? Nega telefonga javob bermadingiz? Gapiring. Oyi, qo'ying, hozir hech kim bilan gaplashkim kelmayapti. Bunaqada bo'lmaydi-da qizim. Erkak kishini ko'ngliga shubha oralasa tamom, guldek oilangiz buzilib ketadi, bilib qo'ying.
Yo'q! Yo'q, menda shu guldek oila eshityapsizlarmi? Voy, 5 yildan beri qop-qorong'i zulmatda yashab to'yib ketdim. voy, Jonimga tegib ketdi. voy, o'lmasam unday dema. To'yib ketdi. Yo'q, Nima joningga tegyapti? qizim. Hammasi. Sizni oilangiz, sizni mana bo'yingiz jonimga tegdi. Voy, Hali Bu shunaqami? qafasingizda o'lgan kunimdan yashab yuribman. voy. Zo'rg'a sizga chidab yashayapman. Eshitib oling ikkala qulog'ingiz bilan. Men hech qachon sizni yaxshi ko'rmaganman. Voy. Bundan keyin ham Voy. yaxshi ko'ra olmayman. Hoy, Shohsanam. Bu nimasi? Tilim bor deb hamma narsani gapiraveradimi, a? Uyaling. Siz bilan kelajagimni tasavvur qila olmayman. Tushunsiz-chi, kelajagi yo'q oilamizni. Kelajagi yo'q degin? Niyating nima seni? Gapir! Men ajrashmoqchiman. Voy, Javobimni bering. voy, o'lmasa. Shohsanam, gapingizni qaytib oling. Tavba deng, kelin. Axir orada bola bor-a. Menga qara. Qaroring qat'iymi? Ha, Ertaga shu gapingga afsus qilmaysanmi? yo'q. Shohsanam, axror jinni bo'lganmisizlar? Bo'ldi qilinglar, ikkalangam, bo'ldi qilinglar. Ertaga shu gapingga afsus qilasan. Lekin unda kech bo'ladi. Meni hayotim aksincha endi boshlanadi. O'zim sevgan inson bilan. Voy, o'lmasam. Nima? Tavba. Ha? Men boshqa odamni yaxshi ko'raman. Jonimdan ortiq sevaman. Voy, Usiz yasholmayman. tavba, tavba. Nimalar deyapsiz-a? O'zimga ko'rinma. Voy, sharmanda. Bu qanaqa bedodlik? Yo'qol! O'g'lim, qizishma, o'zingni bos. Shohsanam, katta xato qilyapsiz. Jon qizim, o'ylab gapiring. Shundoq ham ketmoqchi edim. Shohsanam, ahmoqlik qilmang. Ko'r bo'lasiz. Gulday oilani buzib bolani tirik yetim qilasizmi? Aqlingizni yig'ing, jon Yalinmang qizim. oyi. Yalinmang. Laziz, chiq bolam, ketamiz. Yo'q. Laziz, Bolani olib ketmaysan, yo'qol! Voy, men onasiman. Bekor aytibsiz. Sen ona nomiga noloyiqsan. Bor o'sha joningdan ortiq sevgan jazmaningni yoniga. Ammo o'g'limni berib qo'ymayman. Senga javob yo'qol. Yaxshi. Siz bilan sudda gaplashamiz. Hoy, Bildingizmi? hoy Shohsanam. Voy xudoy, men nima qilyapsizlar? Nodonlar. Aqlingizni yig'ing, yengiltaylik qilmanglar. Ey xudoyim. Voy, kim degan odam bo'lamiz-a? Sharmanda bo'lamiz-ku. Bu nima qilganlaring, bolam?
chiqa qol bolam. Hozir oyijon. Sevamanmish. Pishirib ye bunaqa sevgini. Oyi, bo'ldi, men qaror qabul qilib bo'ldim. Ulug'bek bilan turmush quramiz. Hoziroq qayt deyapman senga ahmoq qiz. O'zim uyingga olib borib qo'yaman. Kerak bo'lsa tiz cho'kib yalinaman, yolvoraman. Kechirim so'rayman. Foydasi yo'q. Ahror aka hamma gapdan xabardor. O'zi ham yashamaydi endi men bilan. Qaysi kallang bilan shu ishni qilding, ahmoq qiz? Bola bilan qayoqqa borasan? Kimga suyanasan? Dadang o'tgandan beri bu akang bilan xotini meni o'zimni uyimga sig'dirmayapti-ku. Turtkilab tashlashyapti. Sen nima qilasan endi? Alo, Shohsanam. Shohsanam. Alo. Senga gapiryapman, Shohsanam. Suyanadiganim bor meni, oyi. Alo. Nima deding? Mayli, keyin gaplashamiz. Ha, vahima qilib chaqirtirdi. Tinchlikmi? Suyunchi bering. Nima bo'ldi? Tabriklang. Ajrashyapman. Anavi javobimni berdi. Yo'q. Shunaqa. Endi men erkin qushman. Yo'q. Endi mening jismu jahonim sizniki. O'ylamagandim. Osonlikcha ko'ndimi? Ko'nmay qayoqqa ham borardi. Biladi-da yaxshi ko'rmasligimni. Zo'rg'a chidab yashab yurganimni. Kutilmagan yangilik bu. Haligi faqat bir ish yomon bo'ldi. Otasi o'g'limni o'zi bilan olib qoldi. Qo'limdan hech narsa kelmadi. Hozircha o'zimni uy-joyim, sharoitim yo'q. Hech qayerda ishlamayman. Agar tezroq to'y qilsak, menga uylansangiz, o'shanda bemalol bolani o'zim bilan olib ketardim-a? Ulug'bek, nega indamaysiz? Yo siz qarshimisiz? To'g'ri, siz bilan bu haqida hech gaplashmaganmiz. Lekin o'g'limni o'z bolangizdek ko'rarsiz deb o'ylagandim. Nega indamayapsiz? Lazizni qabul qilasiz-a? Muhabbatimiz haqqi, iltimos. Nima deding? Muhabbatimiz haqqi? Bir paytlar men shu so'zlarni senga aytgandim. Esingdami? Keling, xizmat. Assalomu alaykum. Aybga buyurmaysiz endi. Qizli uyni eshigini shoham, gadoyam taqillatib kelaveradi deyishganidek. Mana biz ham Gadoy bo'lsam ham bez bo'lib kelaverdim demoqchimisiz? Yo'q-e. Ja, unchalik emas. Ko'rinib turibdi. Shu qizingizni so'rab, qizingiz Shohsanamxon o'g'limni taniydilar. Ulug'bek ismi. Farzandlarimiz anchadan beri uchrashib, gaplashib yurishadi. Balki xabaringiz bordir? Ha, eshitdim. Allaqaysi gadoy topmas qishloqdan bir yalangoyoq yigit kelib, yalini yuribdi degandi qizim. Opa, siz andishani otini qo'rqoq qo'ymang. Hozir g'alati gaplar gapiryapsiz. Nima, gapim yoqmadimi? Endi haqiqat shunaqa achchiq bo'ladi, o'rgilay. Nimasi haqiqat? Biz yalangoyoq ham, gadoy ham emasmiz. Qiziqchi ekansiz, o'zingizga bir chetdan qarang. O'g'lingizning na bir oliy ma'lumoti bor,
Na hunari, na ishi, na bitta biznesi. Ustiga ustak otasi ham yo'q ekan, qo'llab-quvvatlaydigan. Otasizlik ayb emas-ku, opa. Endi ayb emasmi? Har holda men guldek o'stirgan qizimni sizlarga ravo ko'rmayman. Ko'rpachangizga qarab oyoq uzatsangiz yaxshi bo'lardi. Xo'p. Uzr. Shoshmang. Yana bir gap. O'g'lingizga aytib qo'ying. Qizimni tinch qo'ysin, ilakishib yurmasin. Bo'lmasa otasiga aytib, surobini to'g'rilab qo'yaman. Keyin ko'chma-ko'cha suyagini yig'ishtirib yurasiz. Tushundingizmi? Uzr. Ha, oyi, nima bo'ldi? Gaplashdingizmi? O'g'lim, yur keta qolaylik. Nima bo'ldi? Nimaga yig'layapsiz? O'g'lim, sendan iltimos. Boshqa yalinmagin shu qizga. Qizini tinch qo'yarkansan. Biz tengi emas ekanmiz. Men yalinganim yo'q, oyi. Uni ham, meni ham bir-birimizda ko'nglimiz bor. Bilmadim endi. Onasi shunaqa dedi. Mayli. Yura qol. Taqdir emas ekan. Yur. Yura qol. Xo'sa. Hay. Ulug'bek. Ulug'bek qayoqqa? Borma o'g'lim. Ulug'bek. Shohsanam! Shohsanam! Shohsanam chaqirib bering. Shohsanam, menga buyruq beryapsizmi, yigitcha? Ulug'bek. Shohsanam, shu yerdamisan? Yo'qacha. Qaddingni bil, yigit. Bu nimasi? Shohsanam! Senga gapiryapman. Hozir militsiya chaqiraman. O'g'lim, yur keta qolaylik. Bir g'afo boshlamagin. Shohsanam qanisan? Shu yerdamiding? Bu yoqqa chiq. Qo'y bola, yaxshilikchi jo'na bu yerdan. Ulug'bek, keta qolaylik. Shohsanam, onangga ayta qol. Sen, men bir-birimizni yaxshi ko'ramiz-ku, a? Yo, men tinchlikni buzdimmi? Gapir. Qo'y qiz, rostdan shu xotinni bolasiga ilakishib yuribsanmi? Qadringni yerga urib, a? Borini gapir. Qizim, shu yalang oyoqqa ishqim tushdi demagin faqat. Nazaring shu qadar pastmi? Ulug'bek, keta qolaylik. Ha? Meni noto'g'ri tushunibsiz. Shunchaki hazillashgandim. Jiddiy qabul qilmang. Shohsanam, unaqa hazillashma. Borini gapir, muhabbatimiz haqqi. Ayt onangga. Ana, senga javob. Ulug'bek, yur bu yerdan bolam. Ulug'bek, ketdik bolam. Izzating borida, jo'nab qollaring. Muhabbatmish-a? Nega hali ham uylanmadingiz deb so'raganding, esingdami? Chunki o'sha voqeadan keyin onam sovchi bo'lib birovning eshigini taqillatib bora olmadi. Zada bo'lib qoldi. Qaddi bukilib, o'ziga ishonchi yo'qoldi. Ulug'bek aka, nima keragi bor hozir o'tgan ishlarni eslab? Eslab? Men u xo'rlikni bir lahza ham unutganim yo'q. Shohsanam,
Xo'p, uzr. Mendan xato o'tibdi. Lekin hozir shu gaplarni o'rnimi? Axir men siz uchun erim bilan ajrashyapman. Men uchun? Yo'q, sen o'zing uchun ajrashyapsan. Shohsana, sen har doim faqat o'zingni o'ylaysan. Istagan paytingda, istagan odamingda voz kechib ketaverasan. Hatto o'z bolangni ham ayamay tashlab chiqqansan. Sizni tushunmayapman. Nima? Menga uylanmoqchimasmisiz? Topding. Sen turmush ko'rgan juvonsan. Men bo'lsam uylanmagan bo'ydoqman. Kamiga bolang ham bor. Sen meni tengim emassan, Shohsana. Unda nega men bilan uchrashib yuribsiz? Ha endi shunchaki. Hazillashdim. Jiddiy qabul qilma. Omon bo'l. Ulug'bek! Qayoqqa? Men endi nima qilaman? To'xting! Ulug'bek! Qayoqqa boraman? Ulug'bek, to'xting! Mana shunaqa gaplar. Azizlarim, siz bu voqeada kimni ko'proq aybdor deb o'ylaysiz? Birinchi muhabbatim, haqiqiy muhabbatim deb oilasidan voz kechgan Shohsanammi? Boshqalarni o'zidan past ko'rgan, vaqt kelib o'z uyida xor bo'lgan takabbur onasinimi? Yoki Shohsanamni yo'ldan urib, undan o'chini olgan Ulug'beknimi? Balki ayb ahrordadir. Xotinning yurish-turishiga bee'tibor bo'lgani, qattiqroq turmagani uchun ha? Nazarimda hammadan ham o'ziga yarasha xato o'tgan. Qizlarim, o'g'illarim, hayotda har xil holat bo'ladi. Lekin nima bo'lganda ham qulog'ingizga qo'yib oling. Nikoh muqaddas. Bu ne'matni qadrlamagan, hayu havas deb oiladan kechgan bir kun kelib albatta pushaymon bo'ladi. Oldingizdan oqqan suvni qadriga yeting. Tinch, xotirjam oilangiz bo'lsa, juft halolingiz sizni ardoqlasa, baxtku. O'zingizni asrang. Yana zangori ekran orqali ko'rishguncha xayr. Omon bo'ling.